بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah subhanahu wa ta'alaga hamdu sanalar, maqtovlar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salomlar bo'lsin. Bardingizlarni bugungi shu Qurbon hayit bayramingizlar bilan qutlaqlaymiz, tabriklaymiz. Bardingizlarga shu Qurbon hayit bayrami qutlu berekeli bo'lsin. Alloh taolaga ko'p shukr qilaylik. Mana bugun tinch zamonda yashab turamiz. Shunday bayramlarni o'tkazib o'tamiz. Hech kim kelib endi qilib o'tasin deb so'ragan jeri yo'q. Buga ko'p shukr qilishimiz kerak. Mana bizde shunday sahiy insonlarimiz bor ekan, musulmon bo'rdoshlarimiz bor ekan. Shunday baldarga bayramni qo'yishtirib, bereshenlik qilib, ihsonlarni qilib, mana bu yerga bugun 100 ta balaga o'shul bayramni qo'yishtirib beraylik deb, mana shul Aravan Saxovat fondining xizmat qilgan kishilari, bu kishilardan da Allohim rozi bo'lsin. O'rtamchi bo'lib, o'shul sahiy odamlarni tavib, bu baldarni tavib kelib, bu baldarning bardığın uyushtiruvchi yerga bugun bayramlik o'tkazib beraylik deb harakat qilyapsiz. Bardingizlarni Alloh taolam niyatingizlarni qabul qilsin. Dunyo oxiratning yaxshiliklarini bersin. Ihson qilganlarning bardığını ihsonini qabul qilsin. Bizde islom dinimizde iki bayram var. Payg'ambar alayhissalom indana idana deydi. Bizde shul iki bayram var. Birinchi Ro'za hayit bayrami, ikkinchisi bu Qurbon hayit bayrami. Bu bayramlar biz musulmonlar uchun, har bir iymon keltirgan odamlar uchun g'iyq, ulug' bayram bo'lib hisoblanadi. Bu kunlarda shul yaxshi ma'noda bayram qilib o'tkazish biz uchun mildat vojib bo'ladi. Alloh taolam baringizlarni shul bayramingizlar bilan qutlaqlayman. Bayramni yaxshi o'tkazib olingizlar. Payg'ambar alayhissalom dag'i bir hadisinde shul ululardı hurmat kılbagan, qarılı, yaşatkan adamlar hurmat kılbaganlar, yaşlardı izzat kılbaganlar bizden emas degan. Ana şunun için bugün şol yaşlardı izzat kılıp, sıyla, hurmatla, ikram kılıp koyun dep, baldarı topta oturasızlar, Allah'ım razı olsun. Bardığı şol kızmat kılganlarga Allah'ım dünya ahiretin yaxşılıklarını versin. Zağı oşonda ele bugünkü günü 100 adamga, şol muhtaç adamlarga, jetim jesirlerge, oşonday yetişpegen uy bulelerge 100 adamga produkta mayda çuyda kılıp göç kurbanlık kılganlardan göçlerin kılıp oşol 100 uy bulega tarqatılıp berildi bugün inşallah. Bunu da oşol uyuşturup buga kança günden beri hareket kılıp atışat. Bul hizmet kılganlardan Allah'ım razı olsun. Bularga hiç kanday şek kümen kılbastan oşol bereşen insanlarımız alıp kelip ihsanlarınızlardı bersеңiздер bola beredi. Bu kişiler öte işeniştүү, şol öte muhtaç uy bulelerden tavıp gelip, ordun tavıp jetkirip berip atat. Bardığınızlardan Allah taolam kılgan hizmetinizdарды kabul kılsın. Barımızga bekem iman, bekem tura jol bersin. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli musulmonlar, hurmatli bolajonlar, xush kelibsizlar hammalar. Birinchidan sizlarni kelganinglarga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Shuna bor. Eringlarga sizga Alloh rozi bo'lsin. Shunchalik vaqt Baringizga Alloh rozi bo'lsin. Seni bolalarni xursand qilayotganingiz uchun Alloh rozi bo'lsin. Bu bo'layotgan hamma tadbirlar bir odamniki emas, boshqaniki emas, shu elni kuchi bilan, elni xizmati bilan bo'lyapti. Birovlar ko'rib, torbizlarni beryapti, meva-chevalarni beryapti, o'zi aytgandek go'shtlarni qo'shib berishyapti. Shuni kuchi bilan shu yergacha yetib keldi. Shuni orqasidan mana mehrga muhtoj bo'lgan bolalarni 100 tasini Alloh taolo qodir qildi. Shuni to'plab bayram qilishga harakat qilyapmiz. Allah razı olsun. Qo'shnilarga hadya berishni qaysinisidan boshlash kerak? Misol uchun, men qo'shnilarimga hadya bermoqchi bo'lsam, qaysi biriga berishim kerak bo'ladi? Misol,
mahallada yashayapmiz. 10-15 ta qo'shnimiz bor. Qaysi biriga berganim yaxshiroq yoki qaysi biriga birinchi berishim kerak? Ya'ni bu qizimiz to'g'ri javob topdi. Yaqindagi qo'shnisiga berish kerak bo'ladi ekan. Qadarkan beringlar. Ana. Bizi islom dinida ulug' kitob Qur'on kitobi, uni hammamiz bilamiz. To'g'rimi? Bundan keyingi ikkinchi darajada turadigan kitobning nomi qaysi? To'xtasizlar, mana bu qiz. Maşalloh, maşalloh. Imom Buxoriy kitobi Qur'ondan keyingi turadigan kitob. Sahih Buxoriy. Telefon qo'ying. Yo'q. Maşalloh, mana. Keyingi savolimiz Payg'ambar alayhisalom qaysi shahar uchun Alloh taolodan farovonlik so'ragan? Bo'ldi, mashina bittasi aytdim. Shu ukamizga bitta qaytadan qo'y javobni. Alloh maşalloh. Rostdan bilan aytmoqchiman. O'rgangan ekanlar. Bolacha. Alloh taolo rahimli va mehribon zot. Endi Alloh taolo mehrini bizga yer yuziga necha foizini tushirgan? Shu bola bilan ekan javob. Ho'jaki kelib keladi. Keldilar. O'g'il bolalar mana des. Mana savollar javoblarini bilishyapti. Sira javob beradi. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. Через год вернулся к нам байрам святой, в городах и селах праздник твой и мой. Через год вернулся к нам байрам святой, в городах и селах праздник твой и мой. В городах и селах праздник твой и мой. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. Ты мольбы людские к Всевышнему вознес, радость, много счастья каждый дом принес. Ты мольбы людские к Всевышнему вознес, радость, много счастья каждый дом принес. Радость, много счастья каждый дом принес. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. Радостно встречаем дорогой байрам, за терпение, верность нам он Богом дал. Радостно встречаем дорогой байрам, за терпение, верность нам он Богом дал. За терпение, верность нам он Богом дал. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. Как раскаты грома слышен наш такбир, в каждом доме ждет нас лучший в мире пир. Как раскаты грома слышен наш такбир, в каждом доме ждет нас лучший в мире пир. В каждом доме ждет нас лучший в мире пир. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم.
تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. В этот день прощения всех былых обид добрая улыбка сердце озарит. В этот день прощения всех былых обид добрая. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana bugun inshaalloh bizim marosimimiz juda bir chiroyli suratda tugadi. Bolajonlarni qornilari to'yib, bundan tashqari qo'shimcha tadarkalar oldi. Biz shu fursatdan foydalanib, shunga hissasini qo'shgan bu Aravon eliga, shunday Aravon saxovat hadiya fondiga ishonib, o'zini hissasini qo'shgan aka-uka, opa-singillarimizga rahmat aytib, minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bizni yoshligimizda 100 so'm, 200 so'm hayitli bergan odamlarni biz hozirgi kungacha eslaymiz-da, bitta o'zimiz. Endi bu insonlar shunday qildiki, hozir 100 dan oshiq bolalarning xursand bo'lishligiga sababchi bo'ldi. Shu aka-ukalarimiz haqqiga hozir bu qorakamiz chiroyli duo qilib beradi. Shu mol mulklari yanada ko'p bo'lsin. Alloh taolo dunyo oxiratda ularni aziz qilsin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. As-salatu vesselamu ala rasulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ya Rabbel alemin, ya Erhamer rahimin. Allah'ım mana şul Aravan rayonundağı Aravan Hadiya Saxavat fonduna işenip uşulga ihsan kılgan, uşul baldarga bir mayram uyuşturaylı dep uşuga hissa koşkan ar bir musulman bendelerin özün körüp bilip durasın. Oşol kişilerden kılgan ihsanların özün kabul kıl. Yüreklerindeki жақшы şar'i maksatların özün hasıl kıl. Dünya ahiretin жақшылықтарын ber Allah'ım. Bir son bergenlerden bir somun ming son bergenlerdikin milyon eselep kaytarıp ber Allah'ım özün. Ahirette dağı özün oda kılgan çoğun acır savaptardı ata kıl Allah'ım. Oşolda ele oşol hadiya Aravan Saxavat hadiya fonduna hizmet kılgan uşul akeler özge dağı Allah'ım kança günden beri mına şu жүгүрүп oşol bereşen adamdardı izlep bul jaktan bul muhtaç baldardı izlep ortada hareket kılıp kança günden beri vaktlarını geçip hizmet kılıp otat bul kişilerge de Allah'ım yüreklerindeki maksatlarını özün hasıl kılıp ber. Dünya ahiretin жақшылықтарын ber Allah'ım. Özünden soğuk ümit kılıp uşul işte kılıp çatışat. Özün vada kılgan soğuptardı namai amal defterine özün ata kıl Allah'ım. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain bi rahmetika ya Rahman. Amin ya Rabbel alemin. Uşul jerdegi hizmet kılıp atkan ayaldarыбыз бар, эжелерибиz бар. Бул кишилердин дагы ден соолуктарын бекем кыл. Dünya ahiretin жақшылықтарын бер Allah'ım. Кандай максаттар болсо, максаттарын өзүң хасыл кыл Allah'ım. Bul kişilerdi dünyada da ahirette de özüne başka muhtaç kılba. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rahmetka ya